30. Ögdilmiş Aliki qo'shin qo'mondonining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib aytdi. Düşmanga nisbatan har qachon Alikning qo'li ustun bo'lsin. Shubhisiz balki shundoq bir qo'mondon kerakki, u yarash qilib bo'lmaydigan dushmanning uyqusini ochsin. Bu ishqa bak mustahkam, jasur, beshidan ish o'tgan qattiq qo'l kerak. Qo'shinga qo'mondonlik qilish, askar sepini tuzish, dushmanni qirish nihoyat cho'ng ishdir. Bu ish uchun tanlangan, ehtiyotchan, sagak odam kerakki, uningga bexudlikdan bir falokat kelmasin. Qo'mondon sehi, botur, qahramon, kamtar, dostixini kang va muloyim bo'lishi kerak. Qo'shin qo'mondoni nihoyat sehi bo'lgandala atrofiga eng xillangan kishilarni to'play oladi. U barliq mol dunyosini askarlarga ulashtirib beradigan, ko'p do'st birodar, al og'ini tutadigan bo'lsin. O'ziga bir ot, to'n va qoral ayirib qo'ysalar kifoya. Shuning bilan dong chiqarib, shuhratini jahonga yoya oladi. U o'g'il, qiz va xotinim deb mol dunyo to'plamasligi yoki yer-su, bog'voron deb kumush yig'masligi kerak. U butun orzusiga qilishi bilan yetmiki, jang bilan elishi, ulashtirib berishi, shuhratini yuksaltirishi lozim. Savdoshlariga yegizishi, ishkuzishi va ularni kiyindirishi, ularga ko'plab ot jabduq, qul kinizaklarni hadya qilishi kerak. Shundala uning atrofiga jasur yigitlar to'planib, so'yimlik jinini pido qilib, kaynidan tog' qiyoladi yotadi. U yuraklik, nihoyat aqlliq bo'lishi, botur va qizg'in bo'lishi kerak. Urushda yuraksizning keragi yo'q. Yuraksizlik ayollarga xos ishdir. Yuraksiz kishilar qo'shinni buzadi. Qo'shin buzilsa, askarlar tezib ketadi. Jangda yuraklik bo'lish va chidam ko'rsatish kerak. Dushman otsa, zich to'planish kerak. Aniqki, o'lim muqarrar narsadir. Lekin vaqt kelmaguncha mard yigitlar o'lmaydi. Jasur va botur nima deydi, angla. Kishi o'limni unutsa, dushmanini yengadi. Onadan tug'ilgan odam ajalsiz o'lmaydi. Dushmanni ko'ribla nimishqa qo'rqsan? Dushmanga yolqindek bo'l. Uning bilan arlarcha urush. Hayot odamga ajalsiz o'lim kelmaydi. Nomusliq bo'lishi kerak. Nomus uchun u intiqom olmay orqaga qaytmaydi. Nomus bilan inson dushmanini bitjit qiladi. Jangda eng avval nomussizlar qochadi. Qo'rqinchoqlarmi nomusni deb botirlik qiladi. Maqtalmoq uchun kishi o'zini o'limga otadi. Yuraklik deganimiz nomusliq erdir. Nomusliq o'lsa, urushib o'ladi. Qo'mondon muloyim va kamtar bo'lsa, xalqqa o'zini so'yimlik qila oladi. Muloyim kishi odamlarning ko'nglini istaydi. Tili qo'pol, qahrlik, yomon kishi odamlarni yiroqlashtiradi. Qo'shin qo'mondoni o'zini takabbur tutsa, shubhisizki dushmandan qamchi yeydi. O'zini cho'ng tutgan kishi bexudlik qiladi. Bexud kishi nobud bo'ladi yoki vaqtsiz o'ladi. Qo'mondon jasur, mard, hayvatlik, choch soqili yasalgan bo'lsa, nomi yeyilib, danq chiqadi. Yomonlarni qo'rqitish uchun hayva qilish, yavoshlarni so'yindirish uchun yaxshilik qilish kerak. Qo'shin qo'mondoni siyosat yurgizishi kerak. Chunki qo'shin ishi siyosatga ehtiyojli. Siyosat yurgizsa, qo'shinda intizom bo'ladi. Qo'shinda intizom bo'lsa, askarlar yaxshi ta'min qilinadi. Qaysi qo'shin intizomsiz bo'shang bo'lsa, qo'shin buziladi. Ey Alik, uzun yasha.
Yomonlarga hayva siyosat kerak. Yaxshilarga bo'lsa doim hurmat kerak. Yaxshilarga tamoman yaxshilik yetkiz. Ularning shodligini tila, mushaqqatga qo'yma. Butun inson yaxshilikni orzu qiladi. Kishi yaxshilikni ko'rgan odamga qul bo'ladi. Mijozi muloyim kishi nima deydi? Angla. Bu beytni o'qib, o'zingga tasalli top. Erkin, ozod kishilarning hammasi yaxshilikning qulidir. Sen yaxshilik qilib, to'g'rilikning yo'lini och. Odamgarchilik qilish uchun odamiy bo'lish kerak. Kishi odamgarchilikning ulini ana shunda qurib chiqqan. Dushmanga qarshi yuzlanish va lashkarlarning harakatini idora qilish uchun qo'shin qo'mondonida buni bir qancha sifat bo'lishi kerak. Jang qilganda arslon yurakidek yurak kerak. Ilishqanda qoplon belikidek bilak kerak. Qo'mondon to'nguzdek tarsa, bo'rdek kuchlik, eyiqdek qaytmas, qo'tazdek adovatxo'r. Yana qizil tulkidek hiligar, bo'g'ra tugidek qisoschi bo'lishi lozim. O'zini Seg'izxondanmi hushyor tutishi, qiyo quzg'unidek yiroqni ko'rishi kerak. Arslondek yuksak chidam ko'rsatishi, tunlarni o'qishdek uyqusiz o'tkazishi kerak. Ashu sifatlari bilan kishi jangovar bo'la oladi. Jangovar bo'lish bilan ishqi yaramliq bo'ladi. Jangovar, yaramliq kishi doim dushmanga zarba berib, g'alaba qozonadi. Uning non tuzi va yemak-ichmaki kangri bo'lishi, shuningga munosib kiyim-kechki va ot qurolimi bo'lishi lozim. Osh-tomoq, non-tuz kishining nomini yoyidi. Tiriklikning davosi yemak-ichmakdir. Elining mashhur odami nima deydi? Angla. Ey qutlug' kishi, non-tuzingni kangri qil. Dang shuhrat xohlasang, boshqalarga non-tuz ber. Yashashni xohlasang, ana shuni qil. Odamigarchiligi bor, sodiq, sexiy kishi non-tuz haqqi deb askar haqqini o'taydi. Ulug' bo'lishni tilasang, yemak-ichmak ulashtir. Uzun yashashni tilasang, uningga osh taom bilan erishsan. Askar boshlig'i uchun bu bir qancha xislat zarur. Uning bilan ishlari o'ngishliq, ish harakati to'g'ri bo'ladi. Gap so'zlari chin, ishonchlik bo'lishi kerak. Ulug' kishi yolg'onchi bo'lsa, xalq ishonmaydi. Ikkinchi, sexiy bo'lishi, narsa kerak ehson berishi lozim. Erishqa odatlangan kishi bexilning yeniga to'planmaydi. Uchinchidan, yuraklik, jasur bo'lishi kerak. Yuraksizlar dushmanni ko'rganda og'rib yetib oladi. To'rtinchisi shuki, qul hili biladigan bo'lishi kerak. Hili bilgan kishiga arslonmi bosh egadi. Qo'shin sepini bo'sish uchun qaysarlik kerak. Dushman qo'shinini parakanda qilish uchun chaqqonlik kerak. Qo'shin qo'mondoni bu fazilatlarga ega bo'lsa, dushmanni yengadi, dushmanning shuhratini sundiradi. Moshunda qo'mondon qo'shinga boshchilik qilib, dushman bilan erishsa, qo'li ustun bo'ladi. Qo'shin qo'mondoni dushmanga qarshi yuzlanadigan, uyqudan voz kechib, kech-kunduz o'yg'oq turishi kerak. Askarning ko'p bo'lishi hojat emas, xil bo'lishi kerak. Askar xil bo'lganidek, qurolmi to'liq bo'lishi kerak. Qo'shin askar ko'p bo'lganda boshqurishsiz qoladi. Boshqurilmagan qo'shin yuraksiz bo'ladi. Tajribalik, jangovar kishi selishtirib ko'rib, 12 ming kishilik qo'shin ko'plik qiladi degan. Lashkarlarni mag'lub qilgan botur men uchun 4 ming askar yetarlik qo'shindir degan. Ko'p qo'shin yeyilsa, ichi qalaymi qallashidi. Uni tuzigili bo'lmaydi, yomon vaziyatga duch keladi. Dangliq, botur, jasur yana askarlar xil, qo'shin to'liq qoralangan bo'lishi kerak deb aytgan edi. Nom chiqargan jangovar kishi nima deydi? Angla. Bu so'zni angla va buningga amal qil. Ko'p qo'shin talab qilma,
xil askar talab qil. Askarning xillangan qoralining to'liq bo'lishini talab qil. Ko'p askarga qaraganda tartiblik oz askar yaxshiroq. Nurg'on odam ko'p qo'shin bilan vayronchilikqa uchradi. Agar qo'mondan dushmanga qarshi hujumga o'tsa, dushmanga zarba beruvchilarni o'ziga yaqin tutishi kerak. Ko'zatkichi va chorlig'uvchilarni ayirib tanlab chiqish, ko'z quloqni sagak tutib, yiroqni ko'zatish kerak. Chorlig'uvchilar berib ko'p jesakchiga duch kelsa, dushmanga hujum qilishi zarur bo'lib qolsa, o'ylanib hujum qilishi kerak. Askarlarni tartibga solib, qo'g'dig'icha atraf tuzish kerak. Hech bir askar orqada qolmasin, yo oldiga o'tib ketmasin. Qarorgohni bilishi, qo'g'dig'icha atrafni yaxshi tuzishi kerak. Qo'shinda navbatchi tutib, bak hushyor turish kerak. Amaldor jang harakatlarini ko'zatishi kerak. Zarbador askarlardan hech kim sirtda qolmasligi kerak. Qo'shinni tushirganda qarorgoh uchun puxta joy tanlash kerak. Askarlarni to'plab, ko'zitib, yiroqqa avatmaslik kerak. Qo'mondan bexud bo'lmasligi, nihoyat sagak turishi kerak. Bexud bo'lsa, dushmanning zarbasidan talofat ko'radi. Chorlig'uvchilarni elib dushmanga yaqinlashish kerak. Qarorgoh qurishda o't, suvni tanlash kerak. Qo'shinni yaxshi ko'zatishi, til berib qo'ymasligi kerak. Qo'shinning oz ko'pligini dushman bilmasin. Oldi bilan tirishib til tutish. Bu til orqali dushmanning harakatini bilib olish kerak. Shu ma'lumotga qarab, keyingi ishni belgilash kerakki, dushmanning bo'yni kesilsin va beshi yanchilsin. Mana bu hushyorlik va sagaklik bo'ladi. Jangda kim sagak bo'lsa, shu qudratlik bo'ladi. Sagak bagining so'zini angla, u arslon minib qilishni qamchi qilgan ajdahodek yo'l boshlaydi. Dushmanga zarba berish uchun ikki qoral bo'lishi kerak. Bu ikki qoraldan dushmanga o'lim yetadi. Hammadan avval dushmanga hile-nayrang ishlatish kerak. Bu hile bilan dushmanning yuzini sarg'aytish kerak. Ikkinchisi hushyorlik va sagaklik turki, kim hushyor bo'lsa, shu ustun turadi. Jangda kim hushyor va sagak bo'lsa, shubhisizki u dushmanga falokat keltiradi. Dushmanning qo'shini ko'p, sening ozroq bo'lib qolsa, urush qilishga oldirma, uning tadbirini ko'r. Yarashish imkoniyati bo'lsa, uning bilan yarash. Bo'lmasa saut kiyib jang qilish lozim deb bil. G'ayrat qil, g'aflatni qo'y. Kechasi uxlaganda hujum qil. Kechida askarlaringning oz ko'pligini qandoq bilalasin? Agar yengishga imkoniyating yor bermasa, elchi avatib sulh tuz. Ab bo'lib yur. So'zing bilan aldab al bo'l. O'zingni qo'g'da. Urushga oldirmay, so'zingni tamomla. Buning bilan bo'lmasa, dushman adab ketsa, urushishni istab, sulhga ko'nmasa, sen ishni uzartmay, askar to'plab so'qish. Mol ulashtir, arlarni maqta, nomini atab urushga chaqir. Urushni uzartsa, dushman aql tepib oladi. Ko'pni ko'rgan sari kishining ko'zi ichiladi. Dushmanni mag'lub qilgan, beshidan ish kechirgan, o'z ko'zi bilan ko'rgan kishi nima deydi? Angla. Uchrashmagan dushmanning danqi yiroqdan bilinadi. Uchrashib ko'z ko'rganda danqi kichiklab ketadi. Dushmanga yeling hujum qil, melingni olmasin. Urushni uzartsang mag'lub bo'lasan. Oyiqingni ishtib qil. Askarning bir qismini pistirmaga qo'y, piyoda o'qchilarni boshlab oldida yugra. Mo'ysbet jangovar botirlarni tanlab chiqib, sapning oldiga qo'y. Askarlarni boshlab mangsun. Yesh cho'ng mo'ysbetlar nihoyat jangovar bo'ladi. Jangni biladi ham yaramliq bo'ladi. Yosh va oddiy yigitlar ishtiqlik qiladi. Agar yuz o'risa, qizg'inligi o'chidi. Oldi orqanga ishonchlik odamlarni qo'y. Bir qismini bo'lsa, o'ng-so'l taraflarga o'rnashtir. Askarlar yaqinlashib, bir-biri bilan kiralashganda, uchirg'inini tutib, cho'qin selish kerak. Oldi bilan yiroq turib, o'q bilan so'qishish kerak.
Yaqinlashganda nayzi bilan tegib bo'ysundirish kerak. Orlashib ketganda qilich palti bilan urishqin. Tishing bilan tishla, tirnoqing bilan tadala, yaqalash. Tirkishib dushmanga orqa tarafingni berib qo'yma. Dushmanni yo'qot, yo bo'lmasa urushib o'l. Dushman bilan elishgan jasur er nima deydi? Angla. Chidamliq bo'l, chidamliq bo'lgan er dushmanini yengalaydi. Kelin qizning shodligi to'y tunida, jasur erning shodligi jang kunida bo'ladi. Mag'rur qahramon qo'shinni tez olg'a suradi. Lochin qushni qo'g'lagandek dushman qinini to'kadi. Batur jangchi dushmanni ko'rish bilan chang to'zon ko'taradi. U o'zi urushib boshqalarga navbat bermaydi. Batur er jang ko'rsa arslondek bo'ladi. At o'ynatib dushmanni o'ltiradi yo o'zi o'ladi. Batur er dushmanni ko'rsa chiroyi echiladi. Tutishqanda to'piga milinib qizil qonga bo'yiladi. At egar jabduqlar, savutlar qip-qizil bo'lib ketadi. Qip-qizil qizargan yuzlar ko'kirib ketadi. Dushman at chaptirib ustingga besib kelsa, chidam ko'rsat, chekinma, keyin o'zlari tarqab ketadi. Dushman harakat qilsa, izidan sanma harakat qil. Tayyorlanib, izidan qo'g'la, qarab turma. Agar dushman qarshi turmay sendan qochsa, qo'g'lab berib asir tut. Asir tutanmasang, dushmanni yengan jasur jangchilarning sepi qalaymaqan bo'lganda, dushman qaytadan hujum qilib mag'lub qiladi. Dushman qochsa, bas qil. Yiroqqa qo'g'lab borma. Agar dushman orqaga yonsa, qochanmay qolasan. Dushman umidsizlansa, o'limga o'zini uradi. O'limga jon tikib qo'yganga kim qarshi tura olasin? Ey o'g'il, bundaq vaqtda o'zingni qo'g'da. Qo'g'diyanmasang, o'zingdan voz kech. Qara, kishi bexud bo'lsa, ketib etibmi o'ladi. Kishi bexud bo'lmasa, tilikiga erishadi. Sinigan kishi menga mundaq dedi. Sinigan kishilarning so'zi so'zning beshidir. Dushman qaysa bas qil, izidan qo'g'lama. Bilasan, qo'g'lug'ichi to'yg'ichi qamchi yeydi. Dushman bir toqitib etilsa, qayta to'planolmaydi. O'tni suv o'chirsa, qayta yonolmaydi. Umidsizlangan kishilar o'lishni xohlaydi. O'limni xohlagan kishi avval o'ltirib, ondan o'ladi. Kim arzigidek ish qilsa, darhol uningga mol berish, mukofotlash kerak. Shu mukofot bilan u xushallansin. Kim asir olsa, uni maqtash, in'om berish kerakki, shu in'om natijasida vujudi bilan berilsin. Yomon maqtashga erishsa, bak yaxshi bo'ladi. Yaxshini maqtsang, uningdan keyin qalamdi. Arni maqtsang, quruq qo'l bilan arslan tutadi. Otni maqtsang, yugurib uchar qanotlarga yetadi. Yaralanganlar bo'lsa, davolat, qara. Asir tushganlar bo'lsa, qutuldur, qaytirib kel. Agar o'lganlar bo'lsa, qadr qimmatini ko'tar, o'g'il qizlari bo'lsa, ularning haqqini bergin. Askarlar buni ko'rsa so'yinadi. Jang paytida so'yimlik jinini beradi. Shirin so'z, xushchiroy bilan ularga mol berish kerak. Bu uch narsa kishi uchun yaxshi odatdir. Erkin, ozod kishilarmi buningga qul bo'ladi. Jinini qurbon qilish badaliga uni xushal qiladi. Ey dona, mana bu so'z shuningga o'xshatilganki, yaxshi diqqat qilsang, uni to'g'ri aytilgan deysan. Xushchiroy, shirin so'z bo'lsa, mol dunyo berilsa, u uch narsa atrofiga erkin kishilarni to'planadi. Oltin kumushga qo'l setib olishning hojati yo'q. Bu uch narsani qurbon qilsang, hammani jalb qilasan. Qo'shin qo'mondoni ana shundoq bo'lishi kerak. Ondan qo'shinga boshchilik qilsa, bak yaxshi bo'ladi. Sen oltin kumushlaringni, mollaringni o'lashtir. Oltinlaring badaliga har kim jinini qurbon qiladi. Xizmatchi bu uch narsaga qul bo'ladi. Baglar shundoq yo'l tutsa,
hamma mol dunyoning uli bo'ladi. Bak mushunda qo'shin qo'mondoniga ega bo'lsa, mag'rur holda ishini bir boshqa ib chiqa oladi. Qo'shin qo'mondoni mushundaq bo'ladigan bo'lsa, bagning ishi ro'noq tepib, shodlik yetidi. Yaromliq bir vazirni talab qilsang, ani shundiq kerak. Qo'shin qo'mondonini xohlasang, mana bundiq kerak. Shundoq bo'lgandila baglar uningga ishonsa bo'ladi. Ondan bag tilagan tilikiga erishidi. O'gdilmish yana dedi: "Ey davlatman Ali, ikki ish büyük ishdir va nomimi ulug'dir. Biri vazir, ikkinchisi qo'shin qo'mondoni. Biri qilich tutsa, biri qalam tutadi. Alning tizginini bu ikkisi tutadi. Bu ikkisi birlashsa, uni kim buza oladi? Bular bak xillangan kishilar bo'lishi kerak. Agar bakka bo'yin to'lg'isa, besh ketadi. Manfaat yetkazsa, uning foydasi nihoyat ko'p bo'ladi. Agar bo'yin to'lg'isa, al yurtga ziyni tegadi. Bak yaxshi xillangan kishi bo'lsa, ikki xizmatkorimi xalqning sarxili bo'lsa, shundala bulardan alga foyda tegadi. Bu foyda bilan ondan bakkimi huzur halovat keladi. Al boshqurgan donishman nima deydi? Angla. Donishman so'zlariga erishsang, uni osh tomoq deb bil. Alni og'uchilar uni qilich bilan oldi. Alni tutib turguchilar uni qalam bilan tutib turdi. Qilich bilan alni tez og'ili bo'ladi. Qalam bo'lmasa, uni qo'lda tutib turg'ili bo'lmaydi. Har qanday bir al qilich va kuch bilan elinsimi, uni zo'rlik bilan uzun yil so'rg'ili bo'lmaydi. Qaysi bir shahar kent qalam bilan boshqarilsa, u yerda har kim tilagan o'lishini topadi. Ey Ali, mening bilganlarim shu edi. So'rg'iningga yarasha aytib berdim. Alining o'gdilmishki suoli. Ali dedi: "Buni aniq tushundim. Yana bir so'zim bor, unimi aytib bergin, ey shuhratlik. Endi menga yaxshiroq o'ylab so'zlab bergin. Ulug' hojib qandoq odam bo'lishi kerak? U hojiblarning ulug'i bo'lsin. Sadoqat bilan bakka jinini pido qiladigan bo'lsin. Begimi, elimi, ham o'zimi mamnun bo'lsin. Ularga xalq duo qiladigan bo'lsin." Ali aytdi: "Bularni so'zligin, bunimi aytib ber, ko'zimni ro'shan qil." İrfan elektron şirketi turli lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning ipini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. Chi.